payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Bani Salama qabilasidan bir yigit kelib savol qildiki: "Ya Allohning rasuli, meni bir savolim bor. Ha, bering. Otam, onam hayot yurgan davrlarida ko'p xizmatlarni ado qildim. Baqadri imkoniyat duolarini oldik. Allohning irodasi ekan mana dunyodan ko'z yumib o'tib ketishdi. Ota-ona dunyodan o'tib, tanasi qabrga kirgandan keyin ham hayot yurgan davrlarda qilgan ezgu amallarimni davom ettirsam, savobi qabriga yetadimi?" dedilar. Shunda janob Rasululloh javob qildilarki: "Ota-ona dunyodan o'tgandan keyin yotgan